Nima dedingiz? Boshqatdan qaytarib yuboring, shuni kameraga olib olsam bo'ladimi aka? Bemalol olavering aka, bemalol. Nima dedingiz? Boshqatdan qaytarib yuboring aka? Sizni voyaga yetkazib, katta qilib, shunaqa ehsonlarni tashkil qilib yur. Ko'p noniga ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni xursand qilganingiz uchun siz tug'ib voyaga yetkazib qo'ygan ota-onangizga bir ikki kishilik umraga yo'llanmamiz bor edi sizga. Gap yo'q aka, Alloh rozi bo'lsin. Bersagu shu bir ota-onangizni jo'natib bir xursand qilsangiz ota-onangizni ham degan bir taklif bilan qilyapmiz sizga aka. Joningiz sog' bo'lsin aka, boringizga shukr. Juda ham xursand bo'ldim aka, to'g'risi. Yig'lab yuboraman hozir. Umringiz sog' bo'lsin aka, boringizga shukr, rahmat. Shunchalik e'tibor qilib, avvalo hurmat qilib, kuzatib yurgan ekansiz aka, boringizga shukr. Qayerdansiz o'zi? Keyin bilasiz. Ramazonda oxirgi tesalariga bir yo'llanmani olsangiz, shularni jo'natsiz, biz ham xursand bo'lamiz. Chin ko'ngildan aytyapmiz bu narsalarni. Gap yo'q. Bu qilgan ishlar mehnatlaringizni samarasi. Gap yo'q. Mehnatlaringizni krizida mehnatlaringizni. Gap yo'q aka, Alloh rozi bo'lsin. Aka, qarang. Men avvalo hozir bunaqa taklifni hech kimdan eshitmaganim, to'g'risi aka, sizdan eshitib juda ham xursand bo'ldim. Endi aka, meni ham sizga bitta taklifim bor. Avvalo ming bor uzr, gapingizni men bo'ldim. Bemalol. O'zim ota-onamni umra safariga jo'nataman deb niyat qilganman. O'zim ham shu mo'ljallab turdim, o'zi rejalashtirib turgandim. Mana shu Ramazonni oxirlariga xudo xolasa plan qilib turgandim. Meni hozirgi kunda kuzatuvchilarim soni salkam 200 mingta. Ramazon oyining oxirigacha agar 500 mingtaga chiqib ketadigan bo'lsa aka, bir ijtimoiy himoyaga muhtoj, ya'ni haqiqatdan qiynalgan oilaga bir ikkita oilani xursand qilaylik aka. Shuni o'rniga men avvalo mingdan ming roziman. Juda xursand bo'ldim aka, bu gaplaringizdan men to'g'risi ko'zimga yosh keldi. Bo'ladi, gap bo'lishi mumkin emas. Avvalo ming bor uzr aka. Yaxshi bo'ladi. Bo'laveradi. Bir yo'la ikkita oilani meni obunachilarimni ichidan tanlab olamizda, bir yo'la ikkita oilani xursand qilamiz. Nima deysiz aka? Bo'laveradi, juda ham ma'qul. Gap bo'lishi mumkin. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Aka, men to'g'risi shu paytgacha mana ijtimoiy tarmoqda shunchalik ijod qilib, shu bir harakat qilib, nima qilib yurgan, bunaqa taklifni eshitmagandim. Aka, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Salomat bo'ling. Boringizga shukr. Bo'lmasa men buni to'g'ridan-to'g'ri videoga oldim aka, buni qo'yaman Instagramga. Gap so'z yo'q aka. Joningiz sog' bo'lsin aka, boringizga shukr. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat aka, bayramlar yaxshi o'tkazing. Sizni kutaman, telefon nomeringizni. Xo'p bo'ladi, rahmat. Xo'p, rahmat. Do'stlar, nima bo'lyapti? Alloh rozi bo'lsin, boringizga shukr. To'g'risi bor-ku. To'g'risi. Vashi xijolatdaman, vashi. Alloh rozi bo'lsin, gap yo'q. Shunchalik meni kuzatib, poddeshka qilib, shunchalik qo'llab-quvvatlab turgan yaqinlarimga ming rahmat. Bolalaringizga shukr. Kelinglar do'stlar, men mingdan ming roziman. Ramazon oyining oxirigacha 500 mingga chiqaylik. Menga obuna bo'linglar, qo'ygan videolarimga like bosib, komment yozib, boshqa do'stlarga jo'natib, yaqinlaringga jo'natib 500 ming bo'laylik do'stlar. Kelinglar, mana shu ikkita oilani xursand qilamiz. Ikkita ijtimoiy himoyaga muhtoj oilani umra safariga jo'natamiz inshaalloh. Sizlarning poddeshkalaring bilan, sizlarning qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan, sizlarning obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Boringizga shukr aka, ko'rib turgan bo'lsangiz telefon qilaman. Sog' bo'ling.